Bu sexda har xil uskunalar bor. Birinchisi termopanel. Termopanel uskunasi $900 dan 2 kun 3 kun yotoq joy hammasi ichida. Endi ikkinchi biznesimiz termotravertin. Tabiiy toshdan, haqiqiy toshdan orqalari po'k, utublit qilingan, shunaqa ishlab chiqariladigan uskunamiz. $900 dan shu yerda yotoq joy hammasi ichida. Ko'rayotgan qoliplari, vibratsiya stoli, meshalkalari bilan. Endi bu yerda gazoblok uskunalar. Gazoblok uskunasini oddiy komplektdan tortib ponni avtomat liniyalarigacha. Oddiy komplektida mana ikkita qolipi, reskasi, meshalkasi, suv hamma yo'q bilan bo'ladi. Pol avtomat deysizmi, avtomat deysizmi, minilari hammasidan bor. Bu yerda mana 3 tasi birda komplektimiz. Penablok, gazoblok, tomsoq apparati. Buni ham narxi $1,500. Penablok uskunasini har xil variantlardan bor. Xonalari bo'lish uchun pergorodka 40-50-20 deysizmi, turbalik. Umuman penablok uskunasini barcha turlardan bor. Undan tashqari kolodis uskunalari. Bu bizneslardan tashqari kolodis biznesini ham, kolodisda ikkita qolipi, manaqa 1,5 tonnalik pultli tallari bilan mana o'zi yuradigan, yig'ishtiriladigan, manaqa baquvvat mishalkalari bilan, pistoletli vibratsiyalar bilan bu to'plamni ham $1,200 dan qilib qo'ydik. Kelib shu yerda 2 kun 3 kun yotoq joy o'rgatib qo'yiladi. Bundan tashqari umuman fasadniy plitka deysizmi, hozir fasadniy plitkani ham ko'rsatamiz. Fasadniy plitka ishlab chiqaraman deganlar mana shunaqa fasadniy plitkani qoliplarni olasiz. Buni tayyorlanishlari umuman hamma yo'g'ini o'rgatib qo'yiladi. Xomashyolar qanaqa tayyorlanishi, qayerdan olishi, bular o'ta oddiy. 10 kun o'rganadimi, 20 kun o'rganadimi, o'zimizda ishlab turgan sexlarimizda o'rgatib qo'yiladi. Qolipini olasiz bo'ldi. Buni ham kelishilgan chiroyli narxlardan qilib beramiz.